Kim bor ekan? Keling aka, nima xizmat? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Aka, menda bitta muammo bor. Hop. Taxminan shu 20 ga yaqin joydan ventilator oldim. Hop. Hammasi shu 1-2 oyda bormasdan buzilib qoldi. Endi men Aslan do'konni marketda eshitganman, eng zo'r assortiment, eng sifatli mollar. Shunaqa? Oldinglarga assobimga keldim aka. O'zi nima joyga ventilator qo'yasiz? Xo'p aka, qarang, menda mangal shashlik qilgan restoranim bor. Hop. Nomer 1 shashlik, nomer 1 mangalda menda. Tushundim. Lekin shu ventilator eng oxirgi texnologiyasini qo'ysam ham 3 oyga bormayapti-da. Unda men sizga ventilator sotmayman? Nimaga? Siz ham sifatsizmi deyman? Yo'q. Men sizga filtr sotaman. Filtr? Nima u? Buyurun ko'rsatamiz. Misol uchun ishxonaga shunaqa ventilator qo'ygansiz. Hop. Buni asosiy vazifasi ichkari noxush hidlarni olib chiqib ketadi. Endi sizda shashlik bilan mangal bo'lgan hisobiga sizda noxush havoga qo'shilib yog' ajralib chiqadi. Bu yog' nimaga olib keladi? Bu yog' parallelni to'lishiga olib keladi. Buni hisobiga motor deformatsiya bilan ishlaydi. Hattoki yong'in bo'lishiga olib keladi. Chunki yog' yonuvchan bo'ladi. Nima qilishim kerak? Shuning uchun yog' filtrlari qo'yish kerak. O'zi nima qilaveradi u narsa? Filtrning asosiy vazifasi vent kanal va ventilator yog'lanish oldini oladi. Bu bilan siz ventilatorning uzoq muddat xizmat qilishiga erishasiz. Bu ham bir palon pul tursa kerak, $100, $200. Yo'q, atigi 300 mingdan boshlanadi. Yo'q, Ha. voy. Tashlan bekorga yetishmagan ekan. Bent marketdan olganda. Bu yerda ham arzon, ham sifatli ekan. Bent market. Hammaga tavsiya qilamiz.